Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, sizlar uchun 5 bola it bozorining obzorini ko'rsatdik, kuchuklar narxlarini. Sizlarga qanday barcha turdagi qanaqa kuchuklar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. 93lik 242 1120 raqamlariga iloji bo'lsa aktivni oshirib, komment, like, podpiska kutamiz. Qancha ko'p like bossalaring, shuncha ko'p aktivimiz ko'tariladi. Bunga qiziqib, men misol uchun menda YouTube'da foyda yo'q. Qiziqish uchun har hafta chiqaraveramiz bor kuchuklarni. Shu talab ko'payib ketsa, shu pitomlik, mashhur pitomliklarga borib, videolar qilib nima qilib kelish niyatimiz bor. Montajga uncha chekish tushib ketdi, unga uzr so'raymiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Assalomu alaykum obunachilarimiz, mana Turkman alamayimiz chiqdi. Baquvvat narsa, puliga qaramasdan olaveraman, toza qonli deydiganlarga. Bu erkak aka, mana xonni ham ko'raveradi. Rapalari ham qo'limizda. Toza Turkman alabaylarimiz chiqdi. Bunaqasi kam yo'q. Onasi ham привозной, chetdan olib kelingan. Mana shu kuchuklarimiz 50. Yoshlari qanaqa ekan? 50 kunlik. Erkaklari $500 dan, urg'ochilari $400 deyapmiz. Kamlari bor. Toza qonli pulni ko'taraveraman deydiganlarga oq oyoqli bolalar. Bo'ldi. Mana murduchkalari ham osilib ketgan. Holatlari yaxshi. Zotlari yaxshalik. Qimmat bo'lsa ham olaveraman deydiganlar uchun olib chiqib qo'ydik. Dekorativniga ham o'tiradi. Ha, zo'r kuchuklar. Murduchkani ayollar lapalarni olib qo'yasiz. Lapalari katta-katta. Da. Assalomu alaykum obunachilarimiz. Ikkinchi kuchugimiz dekorativniy kuchuk deyiladi. Chixoxon bolalari. Quloqlari tikka bo'ladi, uyda домашний boqaman deydiganlarga. Qo'l uyda ham, domda ham bo'laveradi, qo'riqchilik qiladi. Ular hali katta bo'lmaydigan kuchuklar. Yosh qanaqa aka bulardi? 3 oylik bo'lishdi. Yoshi 3 oylik. Narxlari? Narxlari aka $100 dan kami bor. $100 dan. Telefon nomerlar? 88 629 26 raqamlariga telefon qilaverasizlar. Turli xildagi itlar, kuchuklar topilsa bo'ladi. Alabay kuchugimiz, qirg'iz bilan alabay. Qirg'iz alabay chachishgan. Chachishgan. Misol kattaroq bo'ladi. Shu 2 oylik turishi. 2 oylik. Baquvvat narsa. O'ta baquvvat narsa. Urg'ochi uyda qo'riqchilik qiladigan bo'lsa, zo'r qo'riqchilik qiladi. Zot olgani ham zo'r aka bu. Zot olgani zo'r. Shular dumi kesilmagan xolos aka. Shular dumi kesilsa normalni kuchuk bo'ladi. Hozir bu yoshda bemalol kessa bo'laveradi, ha? Bemalol kessa bo'ladi. Kessa bo'laveradi. Narxlari qanaqa aka buni? 800 ming beraveramiz. 800 ming so'm. Mana kuchuklarimiz bor endi. Mana bu dumi zavatskoy yo'q. Dumi zavatskoy yo'q. Qozoq alabay. Toza alabay. Qozoq alabay. Qozoq. Uni yoshi qanaqa aka? 1,5 oylik urg'ochi. 1,5 oylik urg'ochi. Mana sal yomg'irligi toza alabayimiz bor. Qulog'ini dumni kessalari yo'q. Basharalari ham katta. Tak, narx qanaqa aka bulardi? 900 mingdan. Mana qirg'iz aka. Bular qirg'izlari bor. 600 ming erkak. Qora ham erkak. Zo'r holatlarda. Buni 5 kilo, narigini 5,5 kilo. Hozirgi holat. Xo'p, alabayimiz bor ekan. Urg'ochi, erkak, ota-onasiga garantiya deyishyapti. Yoshi 45 kunlik, 45-50 kunga bormagan. Tak. Ota-onasi rasmiy videolarni ko'rsatamiz deyishyapti. Ochib turing, palmon. Ha, bularda yana bor. Jami bular 5 ta ekan. Nechta urg'ochi, nechta erkak aka? Bitta erkak, bitta qiz, 4 ta erkak. Bitta urg'ochi, 4 ta erkak. Xo'p, narx qanaqa bo'lyapti aka bularda? Endi dangal olaman desa kelishaveramiz, gaplashamiz. Aniq summasi yo'q, o'zi kelishiladi. Xo'p, telefon raqamlari aka? Xo'p, 90lik 632 48 31. 48-31 raqamlariga telefon qilib olaverasizlar. Otasi deyishyapti.
Bo'ldi, otasi deyishdi. Bosib qo'ying. Ularchalar rasmiy ekan. Mana ko'rishlaring mumkin.